Nima uchun aynan Tojikistonda biznesingizni rivojlantiryapsiz? Men o'ylashim bo'yicha biznesda vatan yo'q. Biz hozircha ma'lum miqdor Tojikistonda biznesimizni ko'paytiryapmiz, lekin kelajakda SNG davlatlarga chiqish, SNG davlatlarda o'z biznesimizni qurish niyatlarimiz bor. Meni o'ylashim bo'yicha biznesda bu vatan yo'q deb hisoblayman. Sizningcha rahbar qanday bo'lishi kerak? Rahbar bu aslida birinchi o'rinda namuna bo'lishi kerak. Chunki rahbar qanday bo'lsa, xodimlar ham shunday bo'ladi. Rahbar bo'yab ishchilarni o'z ortidan ergashtira bilish kerak. Sizni fikringizcha, biznesda tez muvaffaqiyatga erishishning siri nimada? Qachon biznes muvaffaqiyatga erishadi? Qachonki biznesda birinchi o'rinda fokus bo'lish kerak. Iminoy bitta biznesni ma'lum miqdor joyga olib chiqqanda muvaffaqiyatga erishadi. Buni sababi men o'ylashim bo'yicha bu fokus. Qaysi biznes turi bilan shug'ullanib $1,000,000 topsa bo'ladi? Har qanday biznesda ham $1,000,000 topishning iloji bor. Qachonki o'sha biznesda sabr bilan ishni yuritganimizda, oldin birinchi o'rinda sistema qilamiz, ikkinchi o'rinda xodimlarni ishga to'g'ri tartib bilan qo'yamiz va ikkinchi filialni ochamiz, uchinchi filialni ochamiz, to'rtinchi filialni ochamiz, o'sha $1,000,000 bo'ladi. Aksariyat bizda biznesmenlar qanday? Birinchi o'rinda birinchi yil ochadi, ikkinchi yil sabr qilmaydi, uchinchi yil bekitadi. Shuni orqasidan ko'p odamlar muvaffaqiyatga erishmaydi, $1,000,000 ga yeta olmaydi.